Bizdagi bir ajoyib bo'lgan odatlardan biri bu. Biz dinimizni duch kelgan, to'g'ri kelgan odamdan olamiz. Ya'niki kimdan nimani eshitsak, shunga ko'ra amal qilamiz yoki shunga ko'ra e'tiqod qilamiz, uni tekshirmasdan yokida to'g'risini bilmasdan turib. Mana bu narsa dindagi eng xatarli bo'lgan narsalardan. Misol deylik, bizning jamiyatimizda keng tarqalgan xabarlardan Ayyub alayhisalomni kasal bo'lganliklari. Ya'ni aytishadiki, Ayyub alayhisalom shu darajada kasal bo'lgan, tanasiga qurt bosgan, go'shtlari oqib tushgan. Mana bu narsa yolg'on xabar, to'qima, mavdu bo'lgan xabar. Yokida Yoqub alayhisalomni ko'zlari ojiz bo'lganligi. Mana bu ham to'g'ri bo'lmagan xabar, ahli sunnaning e'tiqodiga ko'ra. Chunki bizning to'g'ri e'tiqodga ko'ra har bir kasalki agar payg'ambarlarni risolasidan to'ssa, ya'ni risolasini yetkazishlikdan to'ssa yokida payg'ambarlardan insonlarni qochishga sabab bo'ladigan bo'lsa, pesmida, muhammada shunga o'xshagan narsalar payg'ambarlarda mana shunday kasalliklar bo'lishligi joiz emas. Ahli sunnaning e'tiqodiga ko'ra mana bu narsa. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadiki, qaysi bir kishi eshitgan hamma narsasini tekshirmasdan gapirsa, mana shu narsa u kishini yolg'onchiligiga kifoya qiladi dedilar. Agarda biror bir yangilik eshitsak, uni ahli ilmning oldiga borib, bir emas balki bir nechta ahli ilmni, o'zimiz ishonadigan, ilmiga ishonadigan ahli ilmning oldiga borib tekshirishlik, to'g'ri bo'lsa to'g'risini, yolg'on bo'lsa yolg'onini bilishlik har bir musulmonga vojib bo'ladigan narsa. Allohu a'lam.